çıktınız mı? Tağa, rahmet sizge. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çiçiniz bilen sakal burtыңızды aldırsanız, әт келəsiz. Ben işten düştüm. Qandaq? Şakir mitin sen? Oynap qanğal sen? Qandaq da? Şeytan, 13 günün yağı nə jürdün? Önümü bilediken sen de? Ben... Yani yiyeceksen go? Hey, günde taladı lağayla yürgünün yürgensinin. Senin köngülüdüma öy degen neresi var mı yok? Ben dadan senin köngülüdü var mı yok? Bu geldi Dada, kurtulda ben misal şu. Ben hem de çoğun oldum. Sen çoğun oldun mu? Hey, 23 yaş kirgen jigit degen bir netçi balının datsı onu da. Lekin sen bolsan, әтіден кәчікші ойнап жүрішті баштырып білмейсен. Ben bir neştoy katmışıp. Biraz pul taptım. Pul taptın? Belli. Yap yaşlı durup kalendaçlık yolu düştün mü? Vay. Bir gün keşkişe hakkı tuttu açılıp, nakşı etip tapkan 4 dengi pulga şükür kanaat kılıp yürüdüm derdiği. Ey yağaç kulak. Hem de sen muşu külgü düşüp kaldın mı? İsit. Bunu nereden uğurlap geldin? Sitip aldım. Sitip aldın? Kaç pulga aldın? Gel kıl. Rast gel kıl. Av ötügümle kattık. Öttük bilmeyme. Bilmeysen, tapkan puluna kosuğunun bakamaysan. De baka, ötügümle kandak kıldın. Gel kıl deyme, rast gel kıl. Ötügümle ne gün kattın deyme. Dada ben... Ağzını yok. Dada ben rastın ötügonu kömmüdüm. Dada ben rastın ötügonu kömmüdüm. Dada ötügonu çokum karatnasıgı tıkıvetke okşaysa. Dada unutup kalgansa akacan. Ben rastın ötügonu satkınım yok. Dada nemiş ki balağı işenmeydi kalsa. Yaxşı, sen şümtekteki dadanı boğazı tutun mu? Endin rencime. Öydeki uçunu kallekin nesini almaya koymaysan. Sen münafık. Rast gel kıl. Dada beni urma. Dada beni urma. Gep kıl deme, gep kıl. Rahmetlik apan hayat vaktini kaldırıp ketken yağlık nimo eşik sitsen ko. Sözüm hepsi. Gep kıl. Top hepsi. Sattan diken bolsa sıtkan bulay. Vay Xudayım. Xudayım toba. Necez var benim cinimni mi eşik satsan olmadı deyme. Ben sattım. Ben sitip etkendim. Ben yeni satımı. Xudayım. Yeni satımı. Pişanem gibi muşu kısmet tutilgenmidi menin ende. Ma qenimiz bir bolgan bilen ma dilimiz bir emes okşaydı. Apan vafat bolganda sen aralı 1 yaş dedin. Men seni xuddi çocuğunu asırgandek asırab bek çoğun kılıp 11 yıl mektepte okuttum emes mi deyme? Isit sana kıgan ecrim. Bundan keyin endi sen neymiş kılmakçı? Gep kılmakçı deymi yağaç kulak? Bundan keyin endi sen neymiş kılsa? Bilmeyme. Bilmeyme? Bu gep size sen teki oyunu toyman sende. Emisima oyununu oynaverken bu dadan sana lazım emesken. Tamaşırını kılıvermişse yok al deyme. Onda kos boptu. Vay Xudayım. Dındın işlik ettin bak. Seni vurup öldürüp etmeydi kalmasam. Vay Dada. Kosun ama vay. Dada. Yok al. Gözünü yok al. Dada. Göz yok al. Dada sen rastını beni yok al da vatamsa. Xuda seni
Panoyida saqlasin. Bey bey. Qanchayroq kelsan, shuncha yaxshi. Men Ko'rsatib yo'q. Meni o'ldiray deb qolding. Qaratdilar. Televiziya stansiyasi bir turkum qabul qiladi. 25 yoshdan tuvan yoshlar imtihon bersi bo'ladi. Er ayol soni cheklanmaydi. Madaniyat saviyasi to'liq yuqori bo'lishi kerak. Boshlab bo'pti. İmtihandan o'tganlar qabul qilinadi. Bek yaxshi bo'pti. İmtihan o'rni Royillik ommaviy san'at saroyining 3-qavatida.
Yana bir yig'lab besh yasanib qoldi. Besh yasanib qoldi. Yana bir yig'lab Yo'l ber ola. Men ortiq imtihon bekili keldim. Yo'l ber ola. Bosh. Voy. imtihon bekilga yaxshi oldu. Ay. İmtihan meydanının tertibini bozsanız bo'lmaydi. Men Nima odamsiz? ya ular. Men artistlikka imtihon bekili kelgan. İmtihon og'uchi bilan ko'rishmak istedim. Yaxshimisiz? Siz imtihon og'uchimi? Topdingiz. Men televiziya stansiyasining boshlig'i. Yaxshi bo'ldi. Kechiring. Men sizni galastugingizga qarang, Galastugim nima bo'pti? Mundaq bo'lishi kerak. Endi stans boshlig'iga o'xshadingiz, Nima gap bu? Men aslida televiziya stansiyasining boshlig'i tursam, gapingizni tezroqdan qo'rq gap bilan qo'sham yo'q. Bu qiling stans boshlig'i. Men sizga o'xshash quruq gapga o'sh. Men imtihon bekili keldim. İmtihan bekili? To'g'ri. Naqsh eta olamsiz? Aytalayman. Usul o'ynay olamsiz? Albatta o'ynay olayman. Usuldan boshqa yana tig'iz sozmi chala olayman. Siz dramaga chiqib baqqanmi? Chiqib baqqan. Lekin sahnada emas. To'xtang. Qanday rolga chiqqan? Men qaroqchi rolga chiqqan. Oblatning o'ylisiga kirib, to'qillarning hammasini bulab ketgan. Men yana Hammasini bulab ketgandamsiz? Stansiya boshlig'i, bu rost emas. Men og'inamga chaqchaq qilib, shundoq rolga chiqqan. Men Tushundim. Bak yaxshi bo'ldi. Siz haqiqatan talantli ekansiz. Menimcha imtihonga qatnashmasangiz ham bo'ladi ekan. Shu o'yiningizni o'ynayvering. Stansiya boshlig'i, meni imtihonga qatnashma demoqchimisiz? Shundoq. O'chig'ini deganda sizning imtihon berish salohiyatingiz yo'q ekan. Chiqib keting. Stansiya boshlig'i, siz mening mahoratimni ko'midingiz. Bunda qilsangiz odil bo'lmaydi. Men Vaqtnamay chiqib keting. Hey, to'la jidallashmay chiqib ketsangiz o'mamdi. Bo'ldi, tezroq chiqib keting. stansiya boshlig'i, men Kim keldi? Ochdi yo'q. Yana uning mahoratini ko'rib boqinba. Amsa, o'zingiz bir taraf qiling. Bo'ladi. Siz bu yoqqa keling. menma? Shunaqa. Siz bizga bir epizod o'rlab bersangiz qandaq? Bo'ladi. Qandaq epizod o'rlayman? Mazmuni qandaq? Amsa anglab turing. Bugun sizni televiziya stansiyasi san'at umigiga qabul qildi deb qiyos qilaylik. Siz xushal holda uyingizga yugurib, bu xabarni opangizga aytasiz. Mening opam yo'q, kichik vaqtimda qazo qilib ketibdi. Undaqda dadangiz bordi? Bor. Boyi deginim bir paras. Siz bu xabarni dadangizga darhol demoqchi bo'lasiz. Siz xushal holda uyingizga borganda uydagi shira ustida bir varaq qog'ozning turganligini ko'rasiz. Siz qog'ozga yozilgan xatni ko'rib, epizodni boshlaysiz. Agar sizga yordamchi kerak bo'lsa, mushu o'ltag'allar ichidan xohlagan birsini tanlab o'zingiz bilan moslashtiring. Tushundingizmi? Tushundim. Yaxshi. Bu ya'ni ishda paras qilaylik. Bo'ladi. Bo'ldi, chataq yo'q. Ey, qog'oz nada? Mana bu yerda. Ammo hozir ko'rishga bo'lmaydi. Epizod boshlanganda ko'rasiz. Uqdingizmi?
Men tayyorlik qilib bo'ldim. Başlang. Dada! 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 Hey! 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 Oh. Bizga aldamchi o'g'ri kerak emas. İmtihon beraman deb avar bo'lmang. Bizga aldamchi kerak emas. To'lib bizni avar qilmang. Kichikgina savalik o'tkazib qo'yganimga unchilik qilib ketmanglar. Kim xatolik o'tkazmaydi, kim savalik o'tkazmaydi. Efendim, siz nima ish qilmay haqoratlaysiz? Nima ish qilmay kamsiz? Kim o'g'irkan? Kim o'g'irkan? Sen o'g'ri, sen aldamchi. Sen aldamchi. Siz qanchalik odamdingiz? Siz odam bo'lsangiz, men bu odam. Nima ish qilmay kamsiz? Uni qo'yma. Meni qo'yma. Ona nafs to'xtab qopti. Ha? Unutdimi? Nima? O'libdi. Unutdimi? Yo'q. Men qaysi qilmadim. Saram so'la. Yo'q. To'xta. Ne oldu? O katil. Hadi bak hadi. Toxta! Hey, toxta! Ne тұрыңla? Toxta! Nirturulla! Toxta! Hey, toxta! Toxta! Toxta deyman! Vay. Kim qilgan ish bu? Ha? Badbaxt. Sen qildingmi? Siz qolmag'ini. Yo'q. Nima deb yuzimga otsa? Nima deb? Zaten hiç gelmedi.
Bakış efendim. Birini bulmagan siz. Gelin. Çıkın ağaçlarını tutunlar. O katil. Tokta. Tokta deymen. Tokta. Köprülük alttaki maşını derhal tutsana. Maşın numara 11.429. Ben hazırlı yetip var ben. Anladınız mı? Başını çetkit attım. Çetkit attım. Hey, katil kını. Bilmeyme. Maşındaki adam kını. Kömüdüm. Hey. Hey, ilik rakan edemezsin ben. Ha, hele gayri sorunu bu koyuş ben kaçsın mı? Ben hazırlık haber. Lekin katil kaçıp gitti. O bek iyilik erken. Ondakta biz derhal verip koğlap tutmamsız. Yeni bir yardımcı bozu demekçidim. Yardımcı mümkün emas siz. Hey, siz o katilini özden yalnız tut demekçi mi? To'g'ri. Kechiring boshliq. Men u ishdan o'zishdan yolg'iz chiqolmayman. Biz xalq saqchilari orasida kechiring degan so'z bo'lmaydi. Siz pishqan saqchi. Jang qilishga tajribangiz bor. Vazifani g'albilik o'rinlashingizga ishonaman. Ha, to'g'ri. Eliq televiziya stansiyasidan sizni ziyorat qilmoqchi. Mumkin bo'lsa. Vay, boshliq. Şehirlik doktorxona ciddi qutuluş bilimi mi? Ha, ciddi qutuluş bölümü. Yarım saatin oldida televiziya stansiyadan bir rejissor keldi mi? Keldi. O naqsh usul ömrügünün rejissor ekan. Onun ismi nima ekan? Onun ismini ibodat deganda qilib atasiz. Yo'q, emas. Televiziya stansiyasining rejissori ayol emas. Hamidka, o'tdan turdingmi? Aşamxon, teshikmi? O'tdan to'lima. Bizni texi unutib qolgan o'xshaydi deb o'ylab qoldim. Hay, sizlarni unutib qolamdilar. Uyning ishlari bilan bo'lib, yo'qlab kelamadim. Hamidka, Shokir ko'rinmaydi-ku. Tang. Nalar yuriydigina u. Uydan qachon chiqib ketgandi? Bir ish bo'lmaganda? Yo'q, hech bo'lmadi. Mundaqla so'rab qo'ydim. Tönügün mushundaq vaqt chiqib ketgancha, atigi hozirgacha qaytib kelmadi. Ha? Mundaq deysizlar. Nima? Bir ish bo'ptimi? Hamidka, ansirmisizlar. Boya bir soqchining uni qo'g'layotganini ko'rib qoldim. Darhol kelib sizga deb qo'yay desam, uyga mehmon kelib qoldi. Mana endi kelishim. Astag'firulloh, endi qanday qilaq? Kimsen? Beni yutib nima qilasan bolam? Qirg'an odamni chaqchaq qilma. Bova, kim turib? Meni tushirib. Manga may qilinib qolsiz. Sizni yutib doktorxonaga akirib qo'yay, ha? Inshaalloh. Nima degan yaxshi bo'lasan. Rahmat sana. Bova, rahmat ne siz manga emas, men sizga ham bo'ladi. Putingizning normal harakat qilish iqtidorini yo'qotishi asosligi nerv sistemasining funksiyalik tamponligi buzilganlikdan kelib chiqqan. Undaq bo'lsa, doktor. Bundaq kasalni o'kil silish, dorilarning roliga tayiniblar saqayt qilib bo'lmaydi. Mening qarashimcha, bugun Doktor, sirt o'chirib turmayli kiribsiz-ku. Boyni kesilib eg'irdak turdi. Shunga o'rindiqda o'tirib kutib turing. Ma'qul. Shunga o'zingizga bir sodiq amra topsangiz bo'ladi. Sodiq amra. Biroq undaq sodiq amra menga nada? Amra tepiladi. Nimishqa tepilmaydi ekan? Mening da'vat qilim o'zi orqali sizni
siz orqali o'zini baxtli qila oladigan vafodor yigit. Menimcha, siz cho'qim topa olasiz. Siz dadamdek turib mushundaq gaplarni deyishga uyalmamsiz? Hey, Salim. Ilmiy nuqtadan olganda bu degan normal ish. Xijil bo'g'dek yeri yo'q. Ilmiy nuqtamishdaki. Men shunaq odamlardan nafratlaman. Kechiring, oldingizga xato kelib qopdimi? Siz bova, navbatsiz keldi. Ma'qul. Bova, siz ko'rinib turing. Men sirtqa chiqib kelay, ha? Ma'qul, rahmat bolam, rahmat. Yaxshimisiz? Siz kim bo'lasiz? Menma, ko'rmadingizmi? Men doktor. Ams kasal davolamay. Nimishki meni arvonishtirsiz? Professor Bay sizni ranjitib qo'ydi. Lekin siz uning ko'nglini tushuning. Shunga men professor vakolatan sizdan afv so'rab keldim. Demisam vafodor yigitda. Biroq meditsina ilmida nima mundaq gaplar bo'lsin? Sizda beqing, shunday emasmi? Kunlikni cho'tsizg'u. Beshingizga aptab tushib qolmasin deyman. Nadiki aptab? Biz koridorda ketyapmizg'u. Qallingizni azroq tadbami qandaq? Bir obda xizmatingizni qilib olsam, meni haqoratligingiz nimasi? Sizning kallangizga tadba o'xshaydi. Qaraganda ishkimiz tug'mujuklardan ekanmiz, Harvamni qo'yib eting. Kunlikni keling. Men Tazim yuzi qilin odam ekansiz. Nima desangiz davring. Tillisingizmi, ursingizmi mayli. Biz doktorlar kasallarning bunda qo'polliqlarini to'liq ko'rgan. So'jam. Bir 2 kundan beri bir bola birasi bilan so'qishib qilib, bu yerga kirib qolmagandi, ha? Onun ismi nimadi? Shokir. Yo'q. Davud deb bir kirdi. So'jam, ismi olmush qolmaganda. Yo'q. U Davudni men obdan taniyman. Davomli kirib turdi. Ma'qul So'jam, sizni avar qildik. Sizning chekisini davolab saqat qilib bo'ladimi? Bu sizning irodangizga bog'liq. Albatta, irodam bor. Buningda gap yo'q. Irodaga yana g'ayrat qo'shilsa, kasallik uchun buningdan ortiq shifoliq dori yo'q. Meditsina ilmining haqiqatlariga asosan shuni kesib aytamanki, siz cho'qim saqiysiz. Kichik vaqtimdagidek erkin ma'nodan bo'la olammi? Albatta. Buning uchun siz menga to'liq moslashishingiz kerak. Ma'qul amsa. Keslimni davolab saqaytadigan bo'lsangiz, men har qanday jafo mushaqqatga chidayman. Yaxshi. Meni balnis qilib davolamsiz? Yo'q, balnis yetishni hojati yo'q. Uyingizga berib davolayman. Qani, marhamat. Uyinglar bek chiroyli ekan juma. Yomon emas. Bu uy pek ozod ekan. Qani o'tiring. Ma'qul. Menga ber. Biz tanışıp qalaylik. Mening ismim Dilnar. Mening ismim Mening ismim Mo'minjon. Xohlasangiz Mo'min deb ataversangiz bo'laveradi, ha? Mo'minjon. Mo'minjon. To'g'ri. Ismingiz xuddi axlatda üstün terib kelgandeklar. Nima? Mo'minjon,
Quda sizning yarashmagan tarixlitingiz bilan bo'kingizga o'xshaydi ekan. Shuncha tarix. Qarmamsiz. Mening xalatimni boshqalar kiyyapti. Ilojisi bu yarashmagan xalatni kiyib oldim. O'zim mo'min, yuvosh odam bo'lganlikin. Ko'mamsiz bu ishni. Kechiring. Shunga xalatning cho'ng kichikligi qarmay kiyib oldim-da. Aldirashchilikda diqqat qilmay qopdimi? Oy. Yomg'ir yog'atamdi nima? Parizimiz to'g'ri chiqadigan juma. Asos jihatdan to'g'ri chiqdi. Amisa, men qaytay, Nima aldiraysiz? Yomg'ir to'xtagandan keyin mangmamsiz. Bo'ptamsa, bo'pti. Odatda siz uyda nima ishlar bilan shug'ullanasiz? Kitob o'qiyman. Ko'proq musiqa chalaman. Shundaqmi? Bu odatingiz pek yaxshi ekan. Odat emas. Havas. To'g'ri, havas. Chag'an musiqangizni anglab baqsam bo'lamdi, Ma'qul, jirim. Keling, asraqa. Qani, bir parcha chap biring. Yaxshi chalolmayman. Birlashar. Zangni qilmaysiz. Siz qanday musiqani anglashni xohlaysiz? Klassik musiqami yoki hozirgi zamon musiqasimi? Qaysini xohlasangiz mayli. Men doktor degan edingiz-ku. Meni aldapsiz. Xap bo'ldingiz? Yolg'on doktor bo'lib elib meni kuldiribsiz. Yomg'ir to'xtadi. Kessangiz bo'ladi. Siz tibbiy ilmi bilan musiqani bir-biriga yot deb qaramsiz, Albatta, aqlni ezib qolmagan odam bo'lsa, uning tamoman ikki xil narsa ekanligini kim bilmaydi? Bugungi dunyoda ilm-fanning yuksak darajada taraqqiy qilishi agishib, odam badanidagi kasalliklarni davolashda dori bilan operatsiyadan afzal bo'lgan bir xil davolash usuli bayqaldi. Nima? U bo'lsa-mu, miyaning markaziy nerv sistemasini qo'zg'atish orqali ularning funksiyalik faoliyatini tamponlashtirish. Buningdagi eng muhim vosita bo'lsa-mu, musiqa. Tushundim. Siz musiqa orqali kasal davolig'ini bo'ladi demoqchimi? To'g'ri. Nima degan shirin fantaziya. Buni fantaziya deb qaramsiz? Ha. İnsanlarning necha ming yillik madaniyat tarixiga nazar soldigan bo'lsak, fantaziya deb qaralgan narsalarning keyin reallikka aylanganligidek misollar nihoyat ko'p. Sizningcha to'g'rimi? Agar sizning keslingizni davolash to'g'risidagi loyihamni fantaziya deb masxara qilsangiz, kechiring. O chaqda mening doktorxonaga qaytib ketmakdan boshqa amalim yo'q, Dilnar. Oy, dadam ketdi. To'xta. Endi men qanday qilaman? Qanday qilaman deysiz-ku? Siz degan doktor, nimani qanday qilasiz? Uyimda birdam o'ltirib. Dadangizga meni bundoq tunishtirsangiz bo'lmaydi. Mundaqda
kasallikni markaziy nerv sistemasini qo'zg'atish orqali davolaydigan doktorda hargiz unutib qolmoq bo'lamdi. Dilnar. Voy Esingiz voy. bo'lsin. Ezib ichirib ketdingiz-ku. Bo'ldilar. Doktor desamni bo'lmadimi? Nimadan qo'rqsiz? Dada, hajab kesh qaldingiz-ku. Yomg'irda qapsiz-a? Qaramamsiz bir qotilni tutaman deb. Qotil? Kimkan u? Ay, o televiziya stansiyasining bir rejissorini bo'g'ib o'ldirib qo'yibdi. Rejissorni o'ldirib yetibdimi? Bo'ldi. Buni bilan qaringiz bo'lmasin. Doktor nima deydi? Doktorning deyishicha, menga ishlatadigan dorilarning hammasini ishlatib bo'ptimish. Bular qaqinmagan bo'lsa, boshqa amal yo'q ekan. Doktor undaq degan bo'lsa, qanday bo'ladi? Bo'pti. Men ilk qotilni tutgandan keyin sizni boshqa bir joyga olib borib davoladimi? Bo'lamda. Endi lozim yo'q dada. Meni boshqa bir doktor davolab saqaytadiganligini aytdi. Yaxshi bo'pti. Bu doktor hozir nerdiki? U doktor hozir bizning uyda. Ismi Mo'minjon. Kirib ko'rishib qo'ying. Mo'minjon? Kiring. Yaxshimisiz, Yaxshimisiz. Qani, o'tiring. Ma'qul, ma'qul. Sizning mening uyim kelganingizdan intayin xursandman. Yoshli yigitkansiz-ku. Shahardagi doktorxonada ishlamsiz? Shundaq. Xeli bo'ldimi? Qaysi maktabni bitirgan? 2 yilchi bo'ldi. Shanxay tibbiy shu'unini bitirgan. Yaponiyada oliy nerv sistemasi mutaxassisligi bo'yicha bilim oshirdim. Yosh turib mutaxassisdan, Sizning davolash to'g'risidagi loyihangizni va bu jihatdagi tasavvuringizni bakmi bilib boqqanba? Biz kasalliklarni davolashda tasavvurga emas, ilmiy diagnozga tayinimiz. Davolash loyihasi kelsak, bu keyingi bosqichlik ish. Hozir eng muhimi kasalga to'g'ri diagnoz qo'yish. Rostni aytsam, yosh bo'g'inimiz bilan qaramoqqa saviyangiz xeyli yuqoridek qiladi. Qizimni saqaytish umidini sizga bog'ladim. Kechiring. Telefonga chiqib kiray. Ma'qul. Bakma xijilman, idoradan chaqirtibdi. Fursat chiqqanda ikkimiz obdan paranglashaylik. Xo'shamisiz? Bak aldirashgansiz. Bir qotillik delosini tekshirib o'tdim. Shunga aldirashib qoldim. Qotil texe tutilmabdi-da. Hozircha tutilmadi. Lekin keyin cho'qim tutaman. Buni parazula aytyotamsiz? Yo'q. Hozircha mening oldimdan birami jinoyatchi qutulib ketadigan emas. Sizning bu taqib turqingiz men qo'g'lab yurgan jinoyatchiga bakmi o'xshaydi-ku. Dadangiz qaltis chaqchaqishgan-juma. Dilnar sizda peqingchi. Biz ayrim bir kun ko'rishaylik. Vaqtingiz bo'lsa, kelib turasiz. Ma'qul bo'ladi. Sizlar nima odam? Zodi, nima ish qilasiz? Bu qanday ish? Qaysi shundaysiz? Hamma ish joyida-ku. Hamma ish joyidamish. Dadamning oldida nima ish yolg'on bir taqib olasiz? Bu bir sir. Siz bilishga tegishli bo'lmagan sir. Sir? Qanday sirkan u? Yolg'onchiligingizni burulni bilgandim. Siz mendek bir bechora meyib qizni aldidingiz. Siz men mushkislim tufaylidan jamiyatdagi o'rnimni, baxtimni, xushalligimni yo'qotdim. Mushu qayg'u asirtim yetmaganda sizmi meni aldayapsiz? kechiring. Men sizni aldab qo'ydim. Men ayblik. Kechiringmish tehi. Men o'zingizni doktor davog'iningizga burilib gumon qilgan.
To'g'ri o'ylab ekansiz. Siz dadamning oldida bir jinoyat o'tkazib qo'ydingizmi qanday? Menma qandaqsiga? Bo'lmasa dadamdan bunchalik qo'rqib, yolg'on burib taqalmagan bo'lardingiz. To'g'ri dedingiz. Shu chaqda u soqchi. Men qochqin edim. Nima? Dadam izlayotgan yiliq qotil sizkansizda. Men nima desam bo'la? Dana. Rostni aytsam, men peskalik kuchurdim. Dadangizning meni rejissorni bo'g'ib o'ltirganligini yolg'on. Azbroyi xudo, men qotillik qilmadim. Menga ishonsangiz, men tirikchilik yo'lini faqat topolmay, tamtirab yurgan bechoraman. Men xuddi sizga o'xshash musiqa chalishni, usul o'ynashni, kino artisti bo'lishni yaxshi ko'ratdim. Bularga bo'lgan o'tdan ishtiyoqimdan nijotlik yo'lini topmoqchi bo'ldim. Men rejissorning talabi bo'yicha epizodni o'rnilgandim. Qaraganda men epizodning voqealigi ichiga bakrak kirib ketib, o'zimni unutib, rejissorning gilini bakrak bo'g'ib salgan o'xshayman. Keyin qotilni tutinglar deb hamma odam menga yopirilib keldi. Shuni bilan men o'tib ketib qochdim. Dadangizmi meni qo'g'lidi. Azbroil, men bu ishni qasddan qilmagandim. Peshkaligi nimishqa hadislar men uchrab turdigandimi? Meni boshqa amolim yo'q. Siz hozirla dadangizga qotil bizning uyda deb xabar qiling. Bu jahonda sig'magan jini turmadan aram topsin. Men bu dunyo bilan xo'shlashay. Mangu aram topay. Yo'q. Ayting. Siz zodi kim? Aytishga jur'at qilmayapman Dilnor. Bilishim kerak. Siz zodi kimsiz? Men shayton. Zodi kim bo'lsiz deyman. Yiliq shokir shayton degan. Men shu. Voy xudoyim. Qo'shnimiz abuzganni qo'rqitib, uydagi narsalarni apsini apag'izgan ilq odammi? Shu. To'g'ri. Biroq qo'l ilikida botruqliq, kim uni apsiga yaxshi qarmasin debdi. Tova, shundaqmi qilamsiz? Abuzgam qo'rqib ketib, og'irib biratda yetib qoldi. Siz bo'z atni qarang bilan bo'yab, aroq ishkizib sotgan miydingiz? Yo'q, atni men sotmagan. Qosim degan bir yuvosh odamni ovut degan jazoni xo'rso degan bo'za qitdiki. Men Qosim akamga aql ko'rsatib, bo'z otni qora rangda bo'yatqizdim. Yana o'ynaqshib tursin deb, otga ozroq aroq ishkizib, ovut degan jazoni xo'rso degarga qimmat bahoda setib, jazoni xo'rso degarning adini bergandim. Ajoyib qiziqkansiz. Dilnor, yana mendan nafratlanayapsiz? Yo'q. Siz yaxshi shakir. Bo'ldi, mening ko'nglimni yasima. Sizni aldab qo'yganim uchun meni kechiring. O'zingizni obdan asrang. Xo'sh, Dilnor. Nega bir haydaysiz? Nega berishimni o'zimmi bilmayman. Dadangiz qo'g'laydi. Men qochaman. Qarag'anda keslimning saqayishidan endi umid yo'q o'xshaydi. Endi men qolgan birli yo'l, qolgan umrimni xo'shallik bilan o'tkazish. Bu xo'shallik faqat menga musiqadan keladi. Siz mening keslimni davolamoqchi emasmidingiz? Men? Bu menga mumkinmi? Albatta. Siz chag'an musiqalarning rohat baxsh sadosi meni yangi hayotga erishtirishi mumkin. Biroq mening bu uyda uzoqcha turaverishim mumkin emas. Ammo bir kuni dadangiz mening asli qiyofatimni bilib oladi.
Biz bununla birlikte taqabül turaylı. Ta ki kanun üstünüzden adil hüküm çıkağıça ben sizge yardım bermen. Dilna. Yaşashqa, kesliğinizin saqaytishqa ishonchingizmi? İşençim ba. Bu ishonch sizga qandoqla chiqib qoldi? O sizden geldi. Aha. Nafratli shaytonning ilmi kirdimmi? Ya qadrligim. Haqiqiy insonning yuragidan. Bu rostmi Dilnar? Nemişti közünüzü yumbapsiz? Xiyolimning oppoq betiga bir farishtaning so'zini eshityapman. O bir meyit. Onun üstüge. Körümsiz. Yo'q. O men uchun dunyoda hammadan bijirim odam. Uning pok, go'zal qalbi hayot yo'limni yo'ritdi. Jinim Dilnar. Nelerde tentirep yürüydiğin bu bala Ayşemxan. Men ağzını tillap koyğunim bilen yüreğimde köymen emas bununla. O mening yüreğimni tushensken kaşki. Şakir degen o'tdek bir bola. Uni boshqalar bilmayotidi. Tali ondan keldiganli bo'lsa, u hammani besib tushadigan dongliq artist bo'lib ketadi desizlar. Ustam, çay aldıray degan. Kelin. Qani o'tiring, o'tiring. Çaç aldıram siz sakal mı? Oyunun bonusu
özlemiz. Ey dınarım, güzel dınarım, siz göz nurum, baharım. Ey güzel, güzel dınarım, siz göz karışım, madarım. Ey dınarım, güzel dınarım, siz göz nurum, baharım. Ey güzel, güzel dınarım, siz göz karışım, madarım. Ey model, ben suratga ilbette hali qechib ketgan qotilni ko'rdim. Xato ko'rib qolmagansiz. Yo'q, kamerada ko'rinib turdi. Boshqalar restoranda suratga olsin. Siz qochqinligingizga tushib yurib, uning butun harakatini suratga oling. Nima dedingiz? O'g'irlik suratga oldimsiz. Model. Shundoq. Ey Dilnar, bir ishdan hayronman. Nimaga? Televiziya stansiyasining shundoq dangliq rejissorining o'limi gazet, televizorlarda e'lon qilinishi jamiyatda g'ulg'ul qo'zg'ish kerakdi. Lekin bir necha kun bo'ldi, hech bir bunda xabarmi yo'q. Agar u o'lmagan bo'lsa, dadangiz nima ish qilmani davomli qo'g'laydi. Rost. Rejissor o'lmagan bo'lsa, dadam nemishki kech-kunda sizni tutaman deb yuriydi-kina. Ey, kech-kunduz palaxlamagan bo'lsa, ikkimiz tunishmagan bo'latdiq, ha? Bo'yim shunchalik bor, doim mushad yuradigan birsini ko'rdingizmi? Yo'q, ko'rmadim. U doim mushad yuriydi. Bu yerdagi odamlarning hammasi men taniyman. Siz kimda olsiz? Oha, burtingiz bek yarishibdi. Burut? Xizmatning ehtiyoji da. Xizmatning ehtiyoji demsiz? Bo'pti, aloqa qilib turaylik. Ma'qul. Endi men ketdim. Bo'ladi. O'zbeklar asosan sizga xabar qilaman. Xo'shamisa. Xo'shamisa. Bu neydiga yaqinlik musiqa. Xeyli talanti bor. Shunda sadece kimdan kelayotganligini bilamsiz.
balası olsa ana ne arman sizdek yürek ağrısı ey dınlarım güzel dınlarım siz göz bulup baharım ey güzel dınlarım siz göz karşığım madarım Acep güzel bu dünya yaşlar bahar faslimiz ey dınlarım güzel dınlarım siz göz nurun baharım ey güzel dınlarım siz göz karşığım madarım ey dınlarım güzel dınlarım siz göz nuru baharım ey güzel dınlarım siz göz karşığım madarım İkkilarning yaqinliq musiqa naqshlaringlar bilan bugungi kechligimizni qizishdagininglar uchun ko'p rahmat aytaman. Rahmat. Bu neymiş? Dada! Ha? İmiş oldu. Bir iş oldu mu kızım? Çapsan qarama. Men yerda. Bu mening. Bu kızım. Şum emasdi. Dilnar. Canım kızım. Dada! Canım balam. Bu putunuz qachondan buyon saqayib ketdi? Bilmedim. Ötkende men sizga putumning og'rig'i pasayib qoldi degan edim-ku. Shu shundoq. topdim onxonamga. O'zimmi ishonmayapman. Aha shundoq ki. Dilnar kızım. Doktorun ismi neydi? Sha, Mo'minjon. Bu gapchi Mo'minjonning yangicha davolash usuli unumini ko'z tutdi-da qizim, ha? O yigitning bunchalik karomati bor deb zotli o'ylamabdi ekanman. O yigitga cho'qim ko'pdan ko'p rahmat aytish kerak. O'z ko'zimga faqat ishongim kelmayotdi qizim. Yana bir 2 qadam mengib yiqing. O'z ko'zim bilan ko'p boqay. Bo'ldi qizim. Bo'ldi. Bo'ldi qizim. Bak obdan bo'ldi. Xursandligim uchun mush bir qancha qadamingiz bor kifoya. Doktor yigit bugun kelamdi. Bilmayman. Doktorning keslingizni mushunchalik davolab saqaytishi haqiqatan o'ng'ay emas. Mobodo u kelib qolsa, men uchun obdan rahmat ayting qizim. Nima? Yana sirtga chiqamsiz? Shu topda sizni yana yolg'iz tashlab qo'yish menga shundoq og'ir kelyapti. Ammo yiliqi qotil tehi tutilmadi. Bu yerda bekor turaversam bo'lmaydi. Siz bekorli ovora bo'lyapsiz. Uni baribir tutolmaysiz. Nimishqa? Ehtimol u qotil gunohsizdir. Gunohsizlar hamon oq ko'ngil kishilarning himoyasiga erishmay qolmaydi. Himoyaga erishdi demsiz? Qotil cho'qim tutiladi. U tutilgan kuni u janobi himoyachimu tegishli jazoga tortiladi. Navoda u himoyachining o'zi dal siz bo'lib qolsangizchi? Men? Bu qanday gap? Men u qotilni qandoqsiga o'z himoyamga oldi ekanman. Men mundaqlar chaqchaq qilib qo'ydim.
Keling, qani o'tiring. Chechingizni yastabsiz. Yo'q, men bir ish bilan kelgandim. Sizning o'g'lingiz Baki. U nerede? Nim bo'ldi? Uningga bir ish bo'ldimi? Yo'q, men uning bilan ko'rishmoqchi edim. U chiqib ketdi. Qachon? Bir necha kun bo'ldi. Mandaqda. Ura! Biz qalbi qazandik. Biz yangi hayotga erishdik. Dilnar. Mushkullarimiz uchun xushalmisiz? Xushal bo'lmaychansi? Ay. Qenidan hozir qanday hissiyatda bo'lyapsiz? Men umid bilan umidsizlik ichida. Tushunmadim Shakir. Bu gapingizni qanday tushunsam bo'ladi? Ba'zilar bizga o'xshashlarni gumron bo'lgan avlodlar deb hisoblaydi. Endi tushungansiz? Ahmoqona safsata. O'tgan kun kechda bir qancha xo'jayin bizni o'zlarining tangsihanlariga berib o'yin qo'yib berishga taklif qildi. Mushning o'zlar bizning qiymatimizni to'liq isbotlab turmamdi. Men to'liq saqaygandan keyin mushundaq deganlarga qarshi jang e'lon qilaman. O'qib muzikant bo'lib, amaliyot orqali o'zimning zodi qanday avlod ekanligimni isbotlayman. Faqat sizga mushundaq fursat bor. Sizchi? Menga bu mumkin emas. O'zingiz bilasiz, men degan bir qochqin. Yo'q, men sizni oxirgi qo'g'dayman. Biroq oxirgi hisobda bu yanada mumkin emas. Kesilingiz saqaydi. Endi sizga doktorning keragi yo'q. Bu nima deganingiz? Siz meni og'riq azobidan qutqizdingiz. Endi meni suvdan ilib o'tga tashlamoqchimi? Tenim bilan jinimni kuydirib kul qilmoqchimi? Dilnar. Abla. Dadam ketdi. Bu Yusharnaylim. Dada. Eliq doktoringiz keldimi qandaq? Yo'q, nima ish bo'ldi? O xumpar bizni aldabdi. Men uni dastlabda ko'ribla gumon qilib edim. Keyin putingizni davolab saqaysa, rost doktor o'xshaydi deb o'ylab qopdim. Doktorxona boshlig'ining aytishicha, doktorxonada Mo'minjon ismli burutliq Shanxay, Yaponiyada o'qib kelgan doktor Zodil yo'q ekan. O qip-qizil aldamchigan emasmi? Keling, mana. Ma'qul. O aldamchilik jinoyat o'tkazdi, bilamsiz. Men o soltakni tutmay qo'ymayman. Aldamchilikdamisiz? Ne ko'rsiz? Mayaqda. Ma'qul. Men o xumparni cho'qim tutmay qo'ymayman. Dada, siz odamdan gumonlanib yuradi ekansiz. Amasa doktorxona boshlig'ining gapini nima deb tushunasiz? Doktorxona boshlig'ining nima deyishi bilan karim yo'q. Mo'minjonga kelsak,
ish qilib, u mening kesimni saqaytdi. Uyda kim bor? Uyda. Dada. Qani. Bu mening dadam bo'ladi. O'zlari Dilnar qizning dadasi ekanlar-da. Biz uchrashib ekanmiz. Shundaqmi? Menmi o'zlarini bir yerda ko'rgandeklik qilaman. Biroq aytmoqsizlar, biz nada ko'rishgan bo'g'itdiq. Iliqi, yodlaridan chiqib qolgan o'xshaydi. O'zlari yolg'iz bir to'p lukchaklar bilan ilishgan chog'da esimga keldi. Shu men. Esim keldi. Bir lukchak itilib kelib, koltak bilan chekiliriga tasliq qilib silib edi. Sili o'zsizlanib, yiqilib tushdilar. Shu chog'da men silini doktorxonaga olib borgan. Mana qoshlardagi shu qitimqi jarohatning totug'i emasmi? Shundaq. Buning uchistiki kiyimlar odamdan qolgan kiyimga ajabmi o'xshaydi ekan. Biroq esimni qilishicha, u chog'da boshqa soqchilar meni doktorxonaga olib boribdi. Rost, shundoq. Shundoq, soqchilar silini ko'tirib, arvoq solgan. Men arvini ishtirishib bergandim, Arva? To'g'ri bo'lmadi. Meni doktorxonaga mashina bilan olib boribdi ekan-ku. To'g'ri. O'xshash gap. Biz sahroliklar mashinani arvimi deb qo'yamiz. Xuddi velosipedni shaytonchoq degandek. Mundoq desizlar. Meni soqchilar mashinaga silishdi. Sizlar mashinaning kaynidan shundoq. Yo'q. Men mashinaning kaynidan agishibmandim. Xo'sh, o'zir bugun Dilnar qizni yo'qlab kelib edim. Hozir o'simi qabul qiladi. Bizning uydagi choy bilan qanqu bu. Sizni avval qildik. Rahmat sizga. Rahmat. Mush putum to'l og'riydigan Mo'minjon degan doktor davolab saqaytdi desizlar. Dada, biz doim doktorxonada uchrashib qolatdik. Bu gapcha ikkinglar doktorxonada tunishib qolibdi ekansizlar-da? Shundoq. Mo'minjon doktor putumni davolab saqaytgandan keyin bir necha vaqt bo'lib qoldi. Dilnar qiz doktorxonaga bormas bo'lib qoldi. Men uning kesilini eg'irlashib qolgan o'xshaydi deb alaydan yo'qlab kelsam, inshaalloh Xudoga shukr. Mana uning puti saqayib ketibdi emasmi? Bu Mo'minjon doktorning shifoliq qo'lining xosiyati desizlar? Shundoq. Ko'ngillariga kelmasa, sizlarga ayrim bir eg'iz gapim bor edi. Xo'sh, qani so'zingizlar? Sizlarning mushu qizlari qaltis esil bola bo'pti. Qaraslar, o'zi adablik, aqldimi, to'lg'an, Yo'q. Bu sifat oldi bilan Mo'minjon doktorga loyiq. Qarmamlar, uning yosh turib, nerv kasalligi mutaxassis yetishib chiqqanini. Ya Allah, sizlar haqiqatan bu ko'nglimdikini topdilar. Amisa, gapimni agitmay, udilla davray. Anlasam, o yigit kichik vaqtida ota-onasidan yetim qolgan ekan. Uning oldi keynida mangdigan bira urug' tuqunimi yo'q ekan. Shunga men Mo'minjonning dadasi o'rnida Dilnar qizga. Dada, sizga do'stlik paychi so'zdan telefon ketdi. Bir gumonliq odam tutilibdi. Iliq qotil shumi emasmi? Sizni darhol kelib tonib baqsin deydi. Meningcha men izlayotgan qotil emas-ku deyman. Bo'pti. O gumonliq odam paychisoda aramib tursin. Bizmi o'zimizning parangini qilaveraylik. Qanday dedim? So'xchapandim. Sizlar ishlarga beraversizlar. Bu muhim ishkan emasmi? Men qaytay. Aldirmislar. Iliq muhim ish to'g'riliq so'zlashmoqchidilar.
Bu to'g'riroq keyinchi ayrim bir nima deyishamiz. Sizlarning bu ishlar pek muhimkan. Xo'sh, men qaytay. Bo'pti demasa, birga chiqayli. Biroq bu kiyimlar o'z joyida qolsa bo'larmikin? Nima? Bu kiyimlar nedamla? Shundoq. Odamchi. Oxiri oshkorlandi. Tavara kiyimlar bilan o'zini niqoblog'ining uchun dadamning ro'yi qanchalik qo'rinib ketgandi, ha? Men gunohsiz. Og'zini yum. Qo'lingni chiqar. Dada, siz nimishqa yaxshi odamga uval qilasiz. Shokir, gunohsiz. Nerto? Nerto deyman. Gillar. Oy, to'xta! Dada! Dada. Baqara. Belaraqda mush yo'ldan velosiped mingan bir yosh Oyoqqa manga qilib edi. Oyoqqa mı? Oyoqqa. Rahmat sizga. Vay bala. Çillambaqda ciyalan ba. Va. Meyane digen bilden yarım kumalı. Yanın köğlüde vay kim bu? Çılambaq kırmenla vay bana. Çılambaqda ciyalan ba. Va. Meyane digen bilen yarım kumalı. Yanın köğlüde vay kim bu? Siz velosiped mingan bir yoshni ko'rdingizmi? Ko'rmadim. Rost ko'rmadingizmi? Rost ko'rmadim. Yarım saatni oshdi. Bu yerda faqat ushaq bolalarni ko'rdim. Undaq odamni zarli uchratmadim. Shundaqmi? Rahmat sizga. Arzimaydi. To'xta! To'xta deyman! To'xta! Oldi qochma!
Kaçma deydi. Aslında sen bu yerdə ikənsən də. Toxta, kaçma deydi. Yigit, yavaşraq bol. Yəni kaçsan özəngə paydasız düşəndinmi? Tağa, meni qoyuydun. Meni qoyuydun, mən günahsız. Mən günahsız. Şunda, sen günahsız. Günahsız. Yıkıke bak. Toxta! Kaçma! Yine kaçamsın. Şuraya bir yakka. Çıkar bir yakka. Toxta! Toxta! İşini aç! İşini aç Teğmen! İşini aç! İşini aç! Bu siz doim keldigan joy tursa. Shunda. Dadingiz hozirni qo'g'lab keldik. Bu yerdan biz tezroq ketaylik. Dadam nishonim bilamsiz. Dadingiz haqiqatan sezgir soqchgan o'choqim bu yerga izlab keldi. Endi nega bormiz? Bizni topolmaydigan yerga. Jira.
Dadam sizni tunib qap yomon bo'ldi. Endi bu yerdan ketmasiniz, bo'lmaydi. Endi nagil borsam o'xshash. Baribir peshonimga putilganni ko'rdigan gap. Yo'q. Jahannam quchig'i ekan-ku. Bu delo hamon aniqlanmay qolmaydi. Shunga siz o'zingizni daldirib turishingiz kerak. Shakir. Siz ishnaga bormay meni mishada saqlab turing. Men sizga uydan narsa kerak. Ozroq pul ep kelay. Hozirlik kelaman, bo'lamdi. Hey Dilnar, bo'ldilar. Dadingizmi ko'p avor bo'ldi. Yanala o'zimni ma'lum qilay, ha? Shakir. Bu yerda nima qilib yurisiz? Sizdan ansirab kelgandim. Mendan emas. Shaytondan ansirgansiz qachon? Xo'p, bo'lmanga dada. Qotilni ko'rdingizmi? Tex tutamidingizmi? Tutsam bu yerda nima ish qilaman? Yo'q, ketamiz. Dada, xo'p, bo'lmam. Vazifa o'tishingizga qarshilik qilmay deyman. Men o'zim asta ketalayman. Siz ishingizni qilavering. Bo'p demasa, siz tez qaytib keting, ha? Ha. Shakir. Shakir. Men bu yerda. Dadam o'sha atrofda sizni topshiriydi. Ha? Sizni ko'rdimmi? Ko'rdi. Abla, bu yerdan tez ketaylik. Bo'lam. Yavaşlık bilan qo'lingni chiqa. Endi qochib ketamaysan. Qo'lingni tez chiqa. Dada, u gunohsiz. O'ta. Ha. So'ratgan bola, bo'ldi. Tasimiz. So'ratgan bola. Tez ketinglar. Gel, mana. Bir tatib olay, Dokulat başliq. Qatil Shakirni oxir qo'lga tushirdim. Rahmat sizga. Vazifani g'albilik o'rinladingiz. Bir xalq saqchisida bo'lishga tegishli botirlik va hushyorlikni to'liq namoyon qildingiz. Boshliq. Rahim qiling, u gunohsiz. Shakir qotil emas, u gunohsiz. O'tinib qalay. U gunohsiz. O'rningizdan turing. To'g'ri dedingiz. U gunohsiz, u qotil emas. Nima da'vatsiz? Shakir, beshingizni ko'taring. Sizmi oxiri g'alba qildingiz. Ko'zni ilib o'ting. Nima da'vatsiz? Ko'zni ilib o'ting. Boshliq, qizimning ko'nglini deb irodamga xilof ish qilsangiz bo'lmaydi. Bu xalq soqchilari uchun haqorat. Dillar qarang. Rejissor. Men degan rejissor shu o'tiga o'lmabdi. Dillar qarang. Rejissor. Yaxshimisiz? Bu boshliq, bu zoti nemish? Avval ko'zni ilib o'ting. Bu bir komediya. Oldin o'rinlashtirilgan komediya. Shakir bu rejissor apandiga artistlikdan imtihon berib o'tib,
voqelikning ichiga bek kirib ketganlikdan rejissor efendimning gelini siqqan. Rejissor etot voqeligini texmi avji ko'tirish uchun o'lgan bo'lib olgan. Lekin buningdan qo'rqib ketgan Shokir badar qechib tasaddibi sizga yo'liqib qolgan. Bu ishdan men shu chaqda xabar topgan edim. Rejissor bilan maslahatlashib ikkinglarni uchinglarni turmushning cho'ng sahnasiga qo'yib etdik. Hey birodar, qapingiz turmang. Sizning Mayr Razvitchik degan donqingiz emas. Mana endi donliq televiziya cho'lpini degan nomingizmi chiqadigan bo'ldi. Donliq televiziya cho'lpini demsiz? Bo'ldilar. Boshqa qo'ying bundaq chaqchiqingizni. Bu mening chaqchig'im emas. Bu rejissorning chivarligi. Siz rejissorga rahmat aytsangiz bo'ladi. Rahmat sizga. Jafo chekdingiz. Siz bizning haqiqiy talant egillarini bayqishimizga cho'ng yordam qildingiz. Men televiziya stansiyasiga vakolatan chin qalbimdan sizga rahmat aytaman. Nima? O talant egizimi? Mushu turqudimi? Qizingiz Dilnormi Baxtehi? Mening qizim. Dilnor? Hamidga qanda ko'zim bor ekan. Oltin herkes ko'milib qolmaydi. Qaraslar, bu shaytonning topgan muhabbetimi chiroyli emasmi? U degan sizning kelinlari juma? Kelinim? Ha, to'g'ri kelinim. Tag'a. O'yja.